Nabsaxon, menga mo ishmatni chaqirib yuboring 5 minutga shunday qarab ketsin. Assalomu alaykum, rais buva. Chaqirtiribsizmi bizni? Ishmatbay, Toshkentdan kelganingizga 3 kun bo'pti, qarangizni ko'rsatmaysiz. Tentak, men seni nima deb yuborgandim Toshkentga nima? Unday yuribsan uytib. Ko'p topshiriq bergansizda rais buva, qaysi birini aytyapsiz? Men seni Toshkentga do'konlarda, sexlarda qaytib qonunlashtiradi, dokument qaytib qiladi, shuni o'rgangiling deb yuborgandim-ku, Ha, u esimda, u hammasi nazorat ostida, hammasi o'rganilgan, xavotir olmang. Hammasi nazorat ostida bo'lsa, o'rgangan bo'lsang, bu yoqni tezlashtirmaysanmi, bu yoqqa ertaga bunday tekshiruvchilar kelsa, hamma yoq pajar bo'lib ketadi-ku. Biz bu yoqda bunday dokument ishlab yotibmiz. Kelling joydamiz seni. Xullas kalom rais buva, mo bizneslaringizni YTT yoki MCJ shaklida ochamiz. Неожиданно-ku. Sen meni hozir hech balani tushunmaydi deb meni haqorat qilding-da, to'g'rimi? Yo'q, men noto'g'ri tushundingiz. YTT bu yakka tartibdagi tadbirkor, MCJ bu mas'uliyati cheklangan jamiyat degani ekan. Mayli, qani YTTdan boshlagin qani. Xullas, YTT bu yuridik shaxs tashkil qilmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan jismoniy shaxs. U ushbu faoliyatni o'zini mulki asosida amalga oshiradi. Shashma, bu katta boshlashingdan bir dolga istariga o'xshayapti. Sen meni yoqqa o'tirgining qani? Shoshmasdan bir boshidan gapirasan, biz buni zapis qilamiz. Buni savodsiz qishloqdoshlaringga ko'rsatamiz, bular ham o'rgansin. O'tir. Demak, yakka tartibdagi tadbirkor bu yuridik shaxs tashkil qilmasdan tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan jismoniy shaxs. YTT sifatida faoliyat yuritish uchun qonun bilan ruxsat berilgan 93 ta faoliyat turi mavjud. Ulardan eng mashhurlari masalan chakana savdo, shu jumladan onlayn savdo, go'zallik xizmatlari, ta'lim, xususiy bog'cha, repetitorlik va kurslar, turistik xizmatlar, oshxona va pishiriqlar, barcha turdagi ta'mirlash ishlari, realtorlik faoliyati shular jumlasidan. YTTlar 2026-yildan boshlab yil davomida 1 milliard so'mgacha bo'lgan aylanmadan 1% stavkada soliq to'lashlari belgilandi. Agarda ushbu 1 milliard so'mlik limit yil davomida oshirib yuborilsa, unda tadbirkorlik subyekti avtomatik ravishda foyda hamda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida qayd qilinadi. Qara, demak, hozir noyabr oyida biz ro'yxatdan o'tsak, yanvargacha 2 oyda bemalol 500 milliondan 1 milliard so'm oborot qilsak bo'ladi ekan-da, zo'r ekan-da bu yog'i. Yo'q, afsuski unaqa emas. Bu 1 milliardli limit yanvar oyidan to dekabrgacha faoliyat yuritadigan o'sha tadbirkorlik subyektiga taalluqli. Agarda siz o'z biznesingizni yilni ma'lum bir qismidan boshlaydigan bo'lsangiz, bu limit o'sha 365 kunga bo'linadi hamda bir kunlik kelib chiqadigan limit aniqlanib, siz faoliyat yuritgan kunlaringiz soniga bo'lib yuboriladi. Agar masalan biz noyabrda ochilib yil oxirigacha 2 oy, aytaylik 61 kun ishlasak, bunda 61 kunni 2.739.726 so'mga ko'paytiramiz. Natija 167.123.287 so'm. Ya'ni 2 oy davomida oborotimizni mana shu summadan oshirib yuboradigan bo'lsak, biz avtomatik ravishda foyda hamda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lib qolamiz. Hukumatimiz ham pishiq. Undan tashqari yakka tartibli tadbirkorlar 5 nafargacha xodim yollash huquqiga ega va ushbu xodimlari yollangan xodimlar uchun daromad solig'ini to'lov bazasida byudjetga o'tkazib berish va har bir xodim uchun yiliga bazaviy hisoblash miqdorini bir baravar bugungi kunda 412 ming so'mni ijtimoiy soliq sifatida byudjetga to'lab berish majburiyatini o'z zimmasiga olishadi. Yakka tartibdagi tadbirkor o'zi uchun bo'ladigan bo'lsa, har oyda 412 ming so'mdan o'sha oyning 15-sanasiga qadar byudjetga to'lab berishi shart. Shu ijtimoiy soliqni kamaytirishda ilojisi yo'qmi-kana? Buni imkoni bor. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs yoki pensiyadagi kishi bo'lsangiz, unda o'sha ijtimoiy soliqqa 50% ni yoki, ya'ni o'sha yarmini to'lashingiz mumkin bo'ladi. Unda bizga to'g'ri kelmaydi ekan. Darvoqe, mana bizda do'kon bilan go'zallik saloni bor-ku, shu ikkovini o'zimning nomimga oformit qilsam, shunda ikkoviga alohida 1 milliarddan limit bo'ladimi? Yo'q, agar bir necha faoliyat turi bilan shug'ullanganda yillik aylanma umumiy tushumdan kelib chiqib hisoblanadi. Shuning uchun sartaroshxonani menimcha yangamlarning nomlariga ochganingiz ma'qul.
Endi bo'lsa yakka tartibli tadbirkorni ro'yxatga qo'yish haqida ikki og'iz. 2026-yildan boshlab maxsus rejim joriy qilindi. Unga ko'ra raqamli platforma yaratilib, YTTni tashkil qilish hamda tadbirkorlikni ro'yxatga qo'yish, soliqlarni hisoblash va to'lash, hisobotlarni topshirish yagona dasturda amalga oshirilishi mumkin. Hozircha bunaqa dasturni Paynet kompaniyasi ishlab chiqdi. Nomi Xolis ilovasi. Agar biz ham ayni shu ilovadan foydalanib ro'yxatdan o'tadigan bo'lsak, yagona darchaga bor, elektron raqamli imzoni ol, bankda hisob varaqi och, nazorat kassa mashinani sotib olib, uni rasmiylashtir degan bosh og'riqlardan qutulamiz. Hamma jarayon bitta ilovada mujassamlashtirilgan. Bundan tashqari joriy yildan boshlab o'sha to'lovlarni, xaridorlardan to'lovlarni maxsus QR kodlar orqali qabul qilish tizimiga o'tish majburiy qilib belgilandi. Ayni o'sha QR kodni ham Paynet Xolis ilovasida olib, xaridorlardan to'lovlarni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bizda aholini 80% qishloqda naqd pulda to'laydi. Ular qanday qiladi? Kimni plastikdan to'laydiganlar qanday qiladi? Shularni ham qani gapirgining qani? Naqd pulni ham ilovada kirim qilish mumkin. Bunda faqatgina Paynet 0.9% komissiya olib qoladi, lekin yaxshi tarafi ushbu naqd pulni bankka inkassatsiya qilishimiz shart emas. Bank kartalariga keladigan bo'lsak, to'lov qilish mumkin, faqatgina Uzcard kartasi orqali NFC tizimidan foydalanib, ya'ni smartfonning orqasiga o'sha Uzcardni shuna ursangiz, avtomatik tarzda ilova buni yechib qoladi. Faqatgina bunda smartfon Android tizimida ishlaydigan telefon bo'lishi kerak. Apple hozirda foydalanish iloji yo'q. Undan tashqari o'sha aytganimizdek, Humo kartalaridan foydalana olmaymiz. Uzcard hozircha. Undan tashqari soliq hisobotlarini ham Paynet Xolis ilovasi o'zi avtomatik tarzda siz o'rningizdan topshiradi. Lekin bunda bitta narsadan unutmaslik kerakki, sizni boshqa manbalardan qabul qilgan to'lovlaringiz Xolis ilovadan tashqari, masalan, bank terminallari orqali, PayMe yoki Click orqali yokida o'sha kassaviy apparatdan chek berib, naqd pul orqali qabul qilgan to'lovlaringiz uchun alohida har oyning 15-sanasigacha alohida hisobot topshirsangiz shart. Lekin yana ham yaxshi tarafi, endilikda soliq xizmati organlari 5 xil turdagi soliq hisobotlarini o'zlari soliq to'lovchilar nomidan topshirishadi. O'sha 5 xil turdagi hisobot qatoriga aylanmadan olinadigan soliq ham kiradi va o'sha soliq xizmati organlari har oyning 10-sanasigacha o'sha hisobotni siz nomingizdan proaktiv tartibga ko'ra topshirishadi va sizni shaxsiy kabinetingizga yuborib qo'yishadi nusxasini. Siz ko'rib chiqasiz. Agarda mutanosib bo'lsa, nomutanosiblik bo'ladigan bo'lsa, yana 5 kun muhlat beriladi. O'sha 15-sanaga qadar tuzatishlar kiritib, qaytadan topshirishingiz mumkin. Agar hammasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, hisobotga tegmaysiz, u o'zi shundayligicha o'tib ketadi. Undan tashqari yana bitta yengillik, o'sha soddalashtirilgan tartibdan birinchi marta qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisiga o'tgan tadbirkorlik subyekti uchun 1 yil davomida foyda solig'i to'lashdan ozod qilinadi hamda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo'yish talablarini buzganlik holatlari uchun ham ma'muriy jarimalar belgilanmaydi. Bu yog'ini qara. Hukumatimiz shunday uyda-vetilni qarorlarni chiqarib bizlarni o'ylabdi ekan. Qoyil, baraka topsin. Xullas kalom, rais buva, tanlov o'zingizda. Xohlasangiz hozir yagona darchaga boramiz. U yerda o'sha ro'yxatdan o'tganlik uchun davlat boji bor, 412 ming so'm. Agar buni onlayn amalga oshiradigan bo'lsak, bu 10% ga qisqartiriladi. Bazaviy hisoblash miqdorini 90%. O'sha joyi o'zida pechat olamiz, bank hisob raqami ochamiz, nazorat kassa mashinasini olamiz. Adashmasam 4 million so'm hozirgi kunda. Yoki ikkinchi tanlov mana Paynet Xolisdan foydalanib, shuni registratsiya qilamiz, faoliyatimizni boshlaymiz. Nima deysiz? Shunday sharoit bo'lib turganda yagona darchada pishirib qo'yibdimi? Mana Xolisdan ochamiz, ochqani, kompyuteringni ochqani. Muhim jihatlar esdan chiqmasin. Yakka tartibdagi tadbirkor xodim bilan mehnat shartnomasi tuzganda, ushbu shartnoma tuzilgandan keyin 3 ish kunida davlat soliq xizmati organlarini bu haqda xabardor qilish kerak. Albatta buni o'sha shaxsiy kabinet orqali amalga oshirish mumkin. Bu ish qilmagan holatda o'sha ma'muriy javobgarlik bor. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Bundan tashqari, agar siz faoliyatingiz vaqtincha to'xtab turibdi, siz оборот qilmayapsiz, ishlamayapsiz, bu holatda o'sha faoliyatingizni vaqtincha to'xtatib turishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki sizga оборот bo'lmagan taqdirda ham, aylanmadan soliq hisoblanmagan taqdirda ham sizga har oyda ijtimoiy soliq hisoblanishini unutmang. Ana qodirli xom qishloqlar ko'rdilaringmi?
meni motivatsiyalarimni natijasida bu Ishmat traktorchi Ishmat nologoviy konsultantga aylandi. Endi bunday imkoniyatni qo'ldan bermangizlar. Quyidagi raqamlarga zudlik bilan telefon qilingizlar degan tekin maslahatni olib, o'z faoliyatlaringizni qonuniy davom ettirishlaringizni lütfen so'rab qolaman. Basingizlar gaziga.